Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim, do'stlar. Va nihoyat ota-onam ham Madina shahriga yetib keldi. Hozir samolyot qo'ndi. Do'stlar, qaranglar, men bu safarda 5 oyda yetilgan bo'lsam, ota-onam 5 soatda yetib keldi. 5 soatda hozir Madina shahriga yetib keldi samolyotda. Inshaalloh hozir ota-onamni kutib olamiz. Onamga so'z ochganda ko'z yoshlansa, davralarda dunyolardan gap boshlansa, ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb quvon. Oqibatdan so'z ochganda dil g'ashlansa, nomardlardan so'z ochganda ko'z yoshlansa, davralarda dunyolardan gap boshlansa, ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb quvon. Davralarda dunyolardan gap boshlansa